Wow. Bu mahsulotimiz asosan eslatmalarni yozib qo'yish uchun, lekin oxirida esa siz o'sha sevgan mashhur Harry Potter filmidagi qasrni birgalikda tomosha qilamiz. Qani, sinab ko'ramiz. Va, supurgi. Harry Potter ko'zoynagi. Topdim-ku. Wow. Bu mahsulotimiz menga juda ham yoqdi, chunki uni foydalanib bo'lgandan keyin uyga suvenir sifatida ham olib qo'ysa bo'ladi. Xo'p, mana bu joyda esa ruchkani saqlash uchun ham foydalansa bo'ladi. Men bu mahsulotga 5 balldan 5 ball qo'yaman. Sizchi, necha ball qo'ygan bo'lardingiz? Izohlarda yozib qoldiring.